Farzandsizlikdan aziyat chekayotganlar diqqatiga. Sinalgan yechimni taqdim etamiz. Xurmo guli changining erkaklar uchun foydalari: urug' sifati va miqdorini oshiradi, bepushtlikni davolaydi, erkaklik gormonlarini tartibga soladi, jinsiy xohishni oshiradi. Ayollar uchun foydasi: ayollar bachadonini urug'lantirishga yordam beradi, hayz davrini tartibga soladi. Arab xurmo changi ayollarda estrogen va progesteron kabi muhim gormonlarni tartibga solishga yordam beradi. Xurmo guli changini iste'mol qilishning ikki xil usuli bor. Birinchi usul: xurmo gulining changi 25 grammini 1 kilo toza asalga aralashtiriladi. Ikkinchi muolaja turi 50 grammini 1,5 kilo toza asalga yoki 1 kilo toza asalga aralashtiriladi. Hosil bo'lgan aralashmaga Fotiha surasini 7 marta hamda Anbiyo surasini 89-oyatini 40 marta o'qib dam solib qo'yiladi. Er-xotin shu aralashmadan kuniga bir mahal ertalab och qoringa yoki ikki mahal bir choy qoshiqdan ertalab och qoringa va yotishdan oldin tanovul qilishadi. Inshaalloh, Allohning izni bilan manfaat topishadi. Bu ma'lumotlar tajribadan kelib